Assalomu alaykum. Bugun biz 18-chi masala, ya'ni qo'shish, saralash va element bo'yicha inversiyani o'tyapmiz. Qo'shish, saralash va element bo'yicha inversiya bu. Bunda muammoni berilishi n-ta butun sondan iborat vektor beriladi. Qo'shish saralash jarayonida har element o'z ichiga quyilayotgan amaliyot oshiradigan siljichlar soni aynan shu element chap tomonida undan katta elementlar soni. Ya'ni bunda include eostream va include vektor beriladi. Using namespace o'sha bir xil int main qilamiz va int n sinni nga qarab ochamiz. Vektor int a n qaus ichida for sikli bilan int i teng 0 ga int n ga qarab ochiladi va i plus plus yopiladi. Sin ga ga qarshi va qaus ichida i bo'ladi va int jami 0 ga, for esa int yana qaus ichida int bo'ladi, i 0 ga, i n ga qarab ochiladi, i plus plus. Int in vektori 0 ga teng bo'ladi. Bunda for sikli ichida int i o ga va i n ga teng, i plus plus va qaus yopiladi va pastidan int in vektori teng 0 qiymati, for sikli ichida esa int j teng 0 ga, j i ga qarab ochiladi va j plus plus. If bu yoqda qaus ichi a va turtburchak qaus ichi j qarama-qarshi a ga, qaus ichida i ga va yopiladi. In vektori plus plus jami bunda in vektoriga, if ichida qaus ichida in vektoriga va qarshi 0 ga, n qarshi 0 ga, cout a qaus ichida i. Bunda ikkita chiziqcha va qo'shtirnoq ichida ikkita nuqta, undan keyin yana ikkita chiziqcha bilan in vektoriga vektor va ikkita chiziqcha yana qo'shtirnoq va yopiladi. Cout bu yoqda cout ikkita chiziqchani o'rtasiga ikkita qo'shtirnoq va bu qiyshiq tayoqcha orqali n beriladi va jami inversiya deb yoziladi va jami shu return bilan yopiladi va jami bu yoqda jami inversiya ko'rib turganlaringizdek natija 0 ga teng va bu kodimiz haqiqatdan ham to'g'ri, ya'ni kod successful, ya'ni haqiqatdan ham to'g'ri chiqdi.